Moskvada ish bor do'stlar, kuniga 9000 rublgacha ishlab topish imkoniyatlaring bor. Bu degani o'zbek sumiga do'stlar, kuniga 1.300.000gacha ishlab topasizlar. Bu ishimizda do'stlar yotoq joy beradi, forma beradi, ovqatlarini beradi. Ishga olib kelish, uylaringga olib borib, yotoq joylaringgacha olib borib qo'yish xizmatlarimiz bor. O'zbekistondan kelmoqchi bo'lganlarga kelasizlar, dokumentlaringga yordam ham beradi ishxona tomonidan. Kommentariyaga ish kerak deb yozib qo'yinglar. Men sizlarga Telegram hamda WhatsApp har kunlik ishlar, kvartiralar kanalini tashlab yuboraman. Do'stlar, bu skalatimizda nafaqat erkaklar, ayollar ham ishlashi mumkin. Bu yerga kelganingizga qancha bo'ldi? İşler yaxshi, dokumentimni qilib berishgan. Hali oylikka chiqmadim. Oylikka chiqsam, xarajatlarim ushlab qolib, Plus-minus bo'lib ketadi. Do'stlar, ayollarga ham bu videoni jo'natib qo'ysalaring bo'ladi. Kuniga 6000 rubldan ishlayapmiz. O'ynab turib. O'ynab turib. Necha pul oylik olyapsiz? 230 ming chiqadi oyligimiz. Bir oyda qancha xatnoma qilasiz? Bir oyda 4 kun 5 kun maksimum dam olamiz. Kompaniyalaringiz o'zbeklarnikimi, ruslarnikimi? O'zbeklarniki, o'zbek direktorimiz Andijondan Sandar Usmonov. Xolos bizda hozir 450 tadan ortiq odam ishlaydi. Hammasi shu yerga ishlayaptimi? Yo'q, bizda skladlar ko'p, bitta bu yer emas. 7-8 ta sklad bor. Demak, o'zimizni musofirlarni ishga joylashtirib, shuncha yordam qilyapmiz. Albatta, albatta. Do'stlar, videoga like bosamiz, videoni ishsiz yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Ishsiz yurgan do'stlaring ish topishi uchun mana shu videoni storiesga qo'yib belgilab ketsalaring ham bo'ladi. Do'stlar, aloqaga chiqishlaring uchun mana pastda nomerlar qoldiraman. Abdulla akamiz nomeri, lishn nomeri. Bu ishimiz juda ham ishonchli ish. Men o'zimni chaqirishdi, mana musofirlar uchun shunaqa ishlar chiqaryapman. Podpishka qilib, like bosib, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab ketinglar do'stlar.